Bugun biz sizlar bilan kuz malikasi bo'lmish xrizantema parvarishi haqida gaplashamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, kommentariyalarda o'z izohingizni yozib qoldiring. Qani bo'lmasa, boshladik. Tabiat asta-sekin uyquga ketayotgan bir paytda bog'larimizga o'zining yorqin ranglari va xushbo'y ifori bilan fayz kiritayotgan go'zal gul xrizantemadir. Uning nafis va shu bilan birga chidamli g'unchalari har qanday inson kayfiyatini ko'tarishga qodir. Bu gulimizni uyimizda yoki bog'larimizda sog'lom va ko'rkam o'stirish uchun bir necha oddiy ammo muhim qoidalarga amal qilish kifoya qiladi. Xrizantema salqin va yorug' joylarni xush ko'radi. Kuniga kamida 5-6 soat muloyim quyosh nuri tushib tursa, u yanada mo'l va yorqin gullaydi. Turpog'ining ustki qismi biroz qurigandan so'ng sug'oriladi. Eng muhimi, ildizida suv to'planib qolmasligi kerak. Aks holda ildizi chirib ketishi mumkin. Bahorda yosh poyalarning uchini chimchib tursangiz, gul har tomonga shoxlab, butaga aylanadi. So'ligan gullarini o'z vaqtida kesib tashlash yangi g'unchalarni tezroq ochilishiga yordam beradi. Bahorda o'sib chiqqan yosh poyalaridan 7-10 sm uzunlikda kesib olinadi. Barglarining pastki qismi olib tashlanib, nam tuproqqa yoki qum-to'rf aralashmasiga ekiladi va usti yopib qo'yiladi. 2-3 haftada ildiz otishni boshlaydi. Har 2-3 yilda bahor oylarida ulg'aygan xrizantema butasini ildizi bilan kovlab olib, bir necha bo'laklarga bo'lib qayta ekiladi. Bu o'simlikni yoshartiradi. Albatta, bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda xrizantemani xonadonda, tuvakda muvaffaqiyatli o'stirish va uzoq vaqt gullatish hamda turpog'i haqida qiziqarli videolar joylab boramiz. Kommentariyada gulzoringiz haqida, qanday gullaringiz borligi haqida izohlaringizni qoldirishni unutmang.